Ana shu fiksator esizdami ustoz? Qancha topolmay hech qayerda yo'q edi bu fiksatorlar. Yasatib bor edingiz, yasatganingiz ham. Ana shu institutdan boshlangan ekanda shu instrument to'plash, Shundan yig'ish. boshlangan ekan, mana hozirgi kunda mana qarang. Xudo beraman desa hammasi bo'laveradi-da. Hech gap emas. Ha, Hech gap emas. Xudo ishlaringizni rivojini bersin. Rahmat ustoz. Xalqimizga doim mana shunday xizmat qilavering. Doim sog' salomat bo'ling. Ishlaringizga omad tilaymiz. Alloh xolis. Allohu akbar ustoz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun institutdan Eshboriyev Sobir domla ustozimiz kelganlar. Birinchi marta qo'limga igna ushlab davolashlarni o'rgatgan ustozimiz uylariga borib, o'sha Charxin degan joylarda Pastarxonda yurib, o'sha yerda davolashlarni o'rgatgan ustozimiz. Xush kelibsiz. Bizni mana shunday koshonamizga keldilar, tashrif buyurdilar. Biz boshimiz osmonga yetdi. Hozir ustozimizga mana uzi apparatlarimizni ko'rsatyapmiz. Mana rentgen apparatlar. Yoshlarga ko'rsatish uchun mana ustoz. Bu 8 kilovatli rentgen apparatimiz ustoz. Portativniy hisoblanadi, bemalol olib borib ishlatsa bo'ladi. Bu RKF T1 birinchidagisi ustoz. Uzi apparati. Uzi apparati. Bu RKF 08. Suvga chidamsiz bo'ladi, lekin 22 sm chuqurlik ko'radi. T1niki 10.000 amper 22 sm chuqurlik ko'riladi. Bir-biridan farq qilib ketaveradi-da. Bu klinikalarga moslashgan. Bu ham zakazga ko'pchilik olib keladi, yo biznikida nalichida olib kelib qo'yganmiz. Bu payetani kesadigan moslama. Shunday ustoz. Payeta bu. Bular qani oynasi. Shunday. Biz oldin o'rdak bo'lin deb aytib yurardik-da. Bu uzi apparati achkisi. Achkisi. Firmalarda zo'rda tekshirib ketishga. Bu detektorlarimiz. Bu metal detektor. Shunday. Bu ham xuddi shunday detektor. Har xil nimalardagi. Vetvrachman degan odamga kerakli asbob anjomlar bor. Bu bizning kichkinagina bir skladimiz. Mana yarmicha kichkinagina yo'qmi apteka qo'yish uchun. Xonaga, laboratoriyaga. Yo'q, unaqa yo'q ustoz. Bu ham aptechka degan. Qisa katalogida. Necha pul turadi? 550 ming so'm turadi. Bu ana biz zodagon vetvrachlarga deb aytganmiz-da buni. Borib mushukcha, it davolaydiganlarga mos deb aytganmiz. Buni jaydari vetvrachlarga taklif qilamiz. Kirib borganda ham vahima bilan bo'ladi. Bir narsani qoyillatadi o'ylaydi-da, o'shanga qilganmiz uni. Bu endi shaharlik vetvrachlarga-da bu. Mana bundan bor. Eng kattasi bular. Bular o'rtacharoq mana bu. Ana eng kattasi? U kattalar. Ular narxlarini ayting-da, narxlarini. Ana 400 ming so'm. Uni kattasi-chi? Kattasi 500 ming so'm, 450 ming so'm. Shunday. Bu mutaxassislar mana so'mka bo'lishi kerak. Chiroyli, akkuratni, hammasi alohida turishi kerak. Borilar, Shprisdan qo'yadi. Nimalar? Ignalarni Instrumentlar, ikki chekka qo'yadi. ishlatilgani, ishlatilmagani. Ishga qilsa ham bo'ladi. Endi ko'p vetvrach anaqa qilolmaydi-da. Asta-asta o'rganib. Bizlar vetvrach bu ishlagan paytlarida sumkalar yo'q edi zamonan. Ko'rishning sumkasi bor edi. Katta doktor Akbalnikida. Qo'yib, yopasiz. O'zim shuni ishlataman. Ko'p bolalar kelgan, ko'rgan. Dedamiz bir xil ekan deyku biz. Ancha buzilmaydi lekin. Baqvat. Ichini to'lda dori. Shprislarni bu yoqqa qo'yaman. Ignalarni bu yoqqa qo'yaman. Ishlatilgan shpris, Shunday. Ishlatilganda biz iloji boricha egasinikiga tashlab ketaman. Yangi olib kerak. Yangi olaman. Yo'q. Oldida ochaman, ishlataman, shuni o'zi tashlayman egasiga. Shu boshqa olasiz-ku, o'sha ana boshqa. Ichiga qancha yuk ketsa, shuni ko'taradi bu. Og'ir ham ko'taradi. Siz buni ko'rgan odam vahima qiladi-da. Ammo o'g'lim chiroqda deydi-da, buni ko'rgandan keyin. Sumkada kirib olganingizdan. Buni jihozlab, men buni jihozlayman. Ichiga fiksatorni qo'yaman, igna, shpris, endoskop, termometr, trakar, eng birinchi kerak bo'ladigan
Kerakli nimalarni ko'rsatib qo'yib, mana shunday bo'lishi kerak vitrlar deb. Shunday. Mana shu kiraman darsga. Lekin haqiqatdan ustoz. Yangilik qilmasak bo'lmaydi. Yo'q, ustoz o'zi mana Men aytaman, o'qiyapmiz deydi. yo'q, mayli ustoz. Men birinchi siznikida ko'rganimizda charm so'mka bor edi. O'zim birinchi kelganda charm so'mka topganman-da. Katusha, qora turbuchak. Hozir ham bor, turibdi. Endi u zamonaviy emas-da. Bu Aha. zamonaviy. Yo'q, biz o'shani ko'rib turib qilgandik-da. Tushunasizmi? Tushunasizmi? Tajribamiz oshib bunaqalar narsa chiqqandan keyin o'sha ichiga soladigan bo'ldik-da. Mana bu kichkinaroq, bu kattaroq. Bundan bu o'rtachasi emas, bu kattasi-ku. Bu eng kattasi. Bu eng kattasi. Bu o'rtachasi. Eng kattasini biz ham Ana shunday. ana shuni Bu aytasiz. mana shilinadi. Mana shilinadi, yaltiraydi lekin bu. Eshitmay, o'shani turadi. Uni narxini aytasiz, boyagidek. Bo'ldi ustoz. Boyagidek pesni jo'natamiz. Ya bo'ldi ustoz. Buni siz bolalarga bir olib ko'rsating. Mana shunday ishlaydi vitraj deb. Faqat mashinasi bor o'zimning-da. Deylikda Mashina yurishim bilan qiyin. doktor veterinarlar oladi. Mashina bizlarga kerak.